Bismillahirrohmanirrohim. Hurmatli aziz va qadrli ko'ruvchilar, assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Umid etaman barchangiz sog', salomat va baxtiyor yashab yurgan bo'lsangiz. Azizlar, mana bugun Dasht Shodiyonga keldik. Mazor Sharif shahrining Dasht Shodiyoniga. Albatta mana ko'rasiz, azizlar, tog'larni ko'rasiz, ko'm-ko'k joylarni ko'rasiz. Bu yerga albatta biz juma kun keldik, ertan kelgan edik. Ustozlar bilan, sarmuallimlar bilan va mudir sohib bilan bu yerga kelib alhamdulillah Alloh taoloning asorini ko'ramiz. Mana buyuk tog'larni ko'ramiz, go'zal va chiroyli joylarni ko'ramiz. Shu uchun juda ham chiroyli, juda ham go'zal alhamdulillah. Oldingi videolarga ham sizlarga chiroyli va go'zal joylarni ko'rgazgan edik va bu ushbu videoga ham albatta sizlarga chiroyli va go'zal joylarni ko'rgazamiz va mana boramiz, Chashma bor. Ustoz Chashmani ko'rgazamiz do'stlarga. Aziz do'stlar, sizlar ham kelinglar. Ushbu chiroyli go'zal joylardan tabiatlaringiz toza bo'ladi. Alloh taoloning asorini ko'rasiz. Buyuk tog'larni, chiroyli joylarni, go'zal joylarni bolalar kelibdi. Mana albatta yosh bolalar kelgan, buyuklar kelgan, ustozlar kelgan. Albatta ustozlar ishlaydigan rasmiy idoralarga ishlaydigan kishilar juma kuni keladilar. Boshqa kunlar albatta rasmiy sababli kela olmaydilar. Bu uchun bizlar ham juma kuni tanladik, keldik bu yerga. Mana bu yerga ham bir kichkinagina chashma bor ustod. Bo'lam chashmani ham ko'rkasangiz, bir shoxchan chashmasi. Albatta u tarafda fikrimcha katta chashma bor. Shu yerlarni sizlarga tasvirga olib ko'rsatyapmiz. Azizlar, men mutmainmanki bu ko'rsatuv sizlarga lazzat baxsh tamom bo'lsa deb inshaalloh. Negaki o'lkamizning har bir yeri chiroyli, go'zal, lazzat baxsh, inson mustafid bo'ladi chiroyli go'zal joylardan, tog'lardan. Albatta mana ko'rasizlar buyuk tog'larni. Bizni albatta ustozlarimiz, sarmuallimlar, mudir sohib u yonga qolganlar. Biz bu yerga hurmatli ustod Osifxon bilan kelgan edik. Shu yerga bular film olyaptilar. Ustozdan ham bir olam minnatdorlik bildiramiz. Qo'llari dard ko'rmasin. Aziz do'stlar, aziz muxlislar, aka-ukalarim, opa-singillarim, bizni o'lkamizda, tashqari o'lkalarda ko'radigan tildoshlarim, dindoshlarim, bizni haq yo'li degan channelimizni, YouTube channelimizni subscribe qilib turing, like qilib turing. Albatta sizlarga chiroyli, go'zal joylarni ko'rgazamiz. Diniy va axloqiy mavzular ustiga bahs qilamiz inshaalloh. Mana hozir ham Dasht Shodiyon tog'igamiz. Albatta 1 yil oldin ham men kelgan edim. Albatta bu ikkinchi borki men kelishim, ikkinchi dafa bu yerga. Kelasi jumalarga ham boshqa yerlarga boramiz inshaalloh. Sizlarga chiroyli joylarni rasmga olishga harakat qilamiz. Xo'p ustoz, mana bu tomon boramiz. Agar zahmat bo'lmasa asta sekin o'tamiz ustoz. Xo'p, bilmadim, biroz oldin kelgan, albatta necha daqiqa oldin kelgan edik, bir katta chashma bor edi. Hozir shunaqa bir buyuk tog' bu yerlar inson yetirib qoladi bormagan joyiga. Albatta tog'ning tarafiga kelgan edik. Bu tomonga birinchi bor albatta meni kelishim. Oldin aytdim, o'tgan yil kelgan edim bu tomonlarga. Bu yerni shaxsan shu yerga kelmagan edim. Oldinroq sarmuallim sohib bilan kelib ketgan edim, lekin chashma qayerga hozir fikrimga kelmadi. Qayergaligidan maqsad alhamdulillah hamma joyi bu yerlarni ko'rishga arziydi aziz do'stlar. Xo'p, ustozlar ham bor, u tomonga ham boramiz aziz do'stlar. Ustoz, nima qilamiz? Boramizmi do'stlarning oldiga? Xo'p. Mana biroz olib boramiz. Ustoz, mana bu yerlarni ham rasmga olsangiz. Xalqlar kelgan. Albatta yuqoriga mana gudu uchiradilar, o'ynaydilar, to'p o'ynaydilar. Rasm o'yinlar bilan bular mashg'ul, masruf. Bu yonga ham mana ko'rasiz, u yerga bizni albatta mashinalarni oling ustoz. Mashinalar bor do'stlar bilan kelgan edik ustozlar bilan. Bu yerga kelib sizlarga
guzarish tahiyya qilyapmiz, bir lavha, bir xos ko'rsatuv sizlarga olayapmiz. Aziz do'stlar, qadrdon mehribon do'stlar, ustoz kelaman bu yandan o'tsak albatta. Mana bu suvni bir ko'rsatamiz do'stlarga. Suvni rasmini oling ustoz. Mana qarang aziz do'stlar, go'zal suv, juda ham bir yoqimli, formli, mazali suv. Albatta ma'daniy suvdan mazasi yaxshiroq fikrimcha. Bir juda ham bir formli suv. Ushbu suvlar chashmadan keladi. Alhamdulillah juda ham yoqimli tamom bo'lyapti. Ushbu albatta kelish, do'stlar bilan kelish, albatta sayohat, ilmiy sayohatlar, ilmiy tafrihlar, ustozlar bilan, do'stlar bilan kelish juda ham yoqimli aziz do'stlar. Hozir mana tog' tomon boryapmiz. Ustoz mana tog'larni ham oling. Do'stlarimizga tog'larni ko'rsat. Mana qarang, buyuk tog'lar bor. Ko'k bo'lgan albatta tog'larni ustiga ham chiqishga birozdan keyin harakat qilamiz inshaalloh. Aziz do'stlar, mana ko'rasiz qanchalik xalqimiz shod. Albatta bo'sh paytlar kelib bu yerga o'yin o'ynaydilar, gudu uchiradilar, to'p o'ynaydilar. Shunaqa quvonib, xursand bo'lib o'tirib turib, yeyib, albatta bu yerga qozon olib kelib, tovoq olib kelib, shu yerlarga o'ltirib sayohat qilgandan keyin bular bir narsa pishiradilar o'zlari, yo uydan tahiyya qilib, tayyor qilib olib keladilar. Biz esa mana bu yerga bugun ustozlar bilan keldik. Bir chiroyli va go'zal fazodamiz va albatta bir mazali taom pishirib yotibdilar, pishiradilar ustozlar. Albatta birozdan keyin pishadi. Chiroyli taom ham ustoz. Nimalar pishirmoqchi bo'ldilar do'stlar? Assalomu alaykum ustoz. Tafriq qiladi, futbol va to'pbozi hamma zonlarni berga bir ozod joy va tafriq joy. Sherga shu uchun keldik. Xudo qilsa yaxshi bo'lsa bizlarga. Nega ustoz, nega biron aytsangiz, biron ishora qilsangiz, boshqa kelsak bu yerga. Xo'p, ko'p yaxshi ustoz. Bundan oldin ham bu yerlarga kelgan edingiz. Buni yo birinchi bor kelibsiz bu kun ustozlar bilan? Yo'q, bundan oldin kelgan yo'qdik. Avvalchi dafa biz shu kun keldik, yerga chakar urdik. Shu vaqtgacha kelgan yo'qdik ustoz. Nega yaxshi o'tib o'tiribdi, shukr. Mexi xushbaxt biz. Ko'p yaxshi. O'zingizni qanaqa his qilasiz ustozlar bilan, sarmuallimlar bilan, mudir sohib bilan birgalikda kelish, birgalikda gezish, o'ltirish, turish, taom yeyishni qanaqa o'zingiz ihsos qilasiz? Shukr, alhamdulillah, yaxshi his qilaman. Xushholman. Yaxshi tabiat xudovandi, paydoish xudovandi bu mulk, bu tabiat. Xush his qilaman. Ya'ni tabiati ozod. Odam garchi tabiati, insonning tabiati bor, zinda bo'ladi, xush bo'ladi. Nega bir tafrih, bir katta yaxshi joy. Ko'p yaxshi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling ustozjon. Agarda adoqda biron so'zingiz bo'lsa, Haq yo'li kanalining ko'ruvchi muxlislariga ayta olasiz. Bu aytim shu raqamki, har kim javonlar kelsin, berga tabiat ozodga kelsin, hamaloyi chakar ursin, tafriq qilsin, bu yaxshi manzara, yaxshi tabiat. Nega shu javonoyki xorijga bor, shu o'g'lonlar kelsin, vatanga kelsin, sherga tabiat ozod, yaxshi joy, yaxshi mavqeat kelsin, berga chakar ursin. Ko'p rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling, minnatdormiz ustoz. Tashakkur, rahmat, salomat bo'ling, salom. Biroz ustoz Osifxon bilan so'zdosh bo'ldik. Albatta bular o'zlari ham film oladi va hamda biroz so'zlari bor edi, sizlar bilan sharik qildilar. Xo'p ustoz, bo'ladi. Muxlislarimizga chiroyli va go'zal joylarni ko'rgazing. Mana bu yerga rasmga oling, ko'rsinlar Afg'onistonning go'zalligini, Afg'onistonning xalqlarining shodligini. Alhamdulillah, xalqimiz ko'p shod, shodlik bilan mana keladilar, tafrih qiladilar, ilmiy
tafrihlarga mana mashinalar kelyapti u tomondan. Aziz do'stlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xo'p, ustoz, birozdan keyin ustozlarni oldiga ham boramiz. Xo'p, hurmatli aziz do'stlar, hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Yenadam barchangizdan minnatdormanki bizni videolarimizni ko'rasizlar, like qilasizlar. Har birlaringizga tan sog'lik, jon sog'lik yaratgan Robbimdan istayman. Parvardigor olam barcha xavf xatarlardan barchalaringizni asrasin. Tan sog'lik, jon sog'lik nasib qilsin. To kelasi ko'rsatuvlargacha har birlaringizni yaratgan Tengri taolaga topshiraman. Xayr, omon qoling azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.